721 Motorsda Toyota Corolla sotuvga keldi. Mashinamiz full pozitsiyada 2023-yil 1.2 motorli turbina motor bilan jihozlangan. Kompaktni ideal holatdagi mashinamizni sotuvga qo'yamiz. Probeglari 66 ming. Bu full pozitsiyasi, luklari bor, diskalari ham fullligi. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz zo'r holatda. Kuzovlari ham chotki, hech qatida qirilgan, miyatina bo'lgan, remontli ishi yo'q mashinamizni. Yengil подтверждение bilan chap tarafdagi krилosda pitno bor ekan. Imash bagajini qopqog'i sepilgan ekan. Mashinamiz ideal holatda. Orqa taraflari, yon taraflarini ko'rsataman. Salon holatlarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Salonlari ideal, yengil deb o'tdi. Yuklari bor, multirul. Mashinamizning navroti zo'r ekan. Monitorlari bor, klimat kontrollari bor, sport rejimli, orqa balonni uzadigan rejimlari bor, avto holdlari bor, zimniy rejim, start stoplari bor. Zavodskoy, mashina zo'r. Orqa taraflarini ko'rsatib o'taman. Orqa salonlarini ko'ringlar. Yengil deb o'tdi. Dizaynlari chiroyli ekan mashinamizning. Lekin razmeri ham katta. Vesi kattaroq odam bemalol sig'adi, oldiga ham, orqaga ham. Bagajlarni ko'rsataman. Bagaj sig'imlari ham katta. Qancha narsa olsa bo'ladi. Zavodskoy pulchlari, zapaskalari hammasi o'zini o'rnida turibdi. Toyota Corolla 2023-yil 1.2 turbina motor 66 ming yurgan, ikkita joyda pitnosi bor. Ideal holatdagi mashinamizni sizlarga zo'r narxda 721 Motors kanali uchun 15.600 AQSh dollariga beraveramiz, bosib oringlar.